Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz panda fasonimiz to'liq obzorini tayyorlab beramiz. Qani bo'lmasa, divan taglari bahaybatgina sandig'i bo'ladi. 4 bo'lakli. Bu mexanizmlari yumshoq qilib ishlangan. Shuni bekitsanay bekiladi. Matraslarimiz 220 ga 170 matras tushadi. Matrasi ham yaxshisidan bo'ladi. Bosh tomonlari yerdan balandligi 150 sm bo'ladi. Mana shu yergacha. Yerdan balandligi 150 sm. Bosh tomonlari yumshoq materiallarda ishlangan. Chiroqlari, mexanizmlari yonib o'chadi. Sensorli qilib ishlangan. Trimon razmeri yerdan balandligi 50 sm. O'tiradigan joyi ham 50 sm ga to'g'ri keladi. Oyoq tomonlarida sandiqlari bor, oppoqqina qilib ishlangan. Yon tomonlari ham oyoqni urib olsang ham og'ritmaslik uchun yumshoq materiallardan qo'yilgan. Bu tomonlari ham xuddi shunaqa bir xil qilib ishlanadi. Buni mexanizmlari davchik o'zi torta oluvchi mexanizmlarda bo'ladi. Endi shkafga keladigan bo'lsak, shkafimizni ham o'lchab ko'rsatib beramiz. Shkafni bo'yi 2.13. eni 2.13 bo'yi. Bu 6 eshikli bo'ladi. O'rtasi oynakli qilib ishlangan. Ichlari polka bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 5 qavatli polka bo'ladi. Mana o'zi tortib oluvchi davchikli mexanizmda. Bu tomoni uzun kiyimlarga moslashtirilgan. Kelin bolalar uchun. Bu tomoni esa kuyov bolalar uchun kalta kiyimlarga moslashtirilgan. Polkalari bilan chiroyli qilib davchik o'zi tortib oluvchi mexanizmlarda. Buni materiallariga keladigan bo'lsak, 100% laminatdan ishlangan. Rossiyskiy laminatlardan ishlangan. Uncha-muncha qirilmaydigan, tortadigan mana qo'llari temirdan bo'ladi. Trimosiga keladigan bo'lsak, Trimos 4 ta tortmali. Tortmalari ham kengina qilib ishlangan. O'zi tortib oluvchi davchikli mexanizmlarda ichlari oppoq qilib. Trimon tepasi oynakli bo'ladi. Bu yog'i dumaloq oynak. Sensor yonib o'chiradiganlari bor. Buni bo'yiga keladigan bo'lsak, bo'ylari mana shu yergacha 90 bo'ladi. Bor balandligi 1.80. Mana shu yergacha 1.80 ga to'g'ri keladi. Yana kimda qanaqangi savollar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib qoldiringlar. Xudo xolasa, keyingi videoda siz savolingizga javob berib o'tamiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling.